keserva bo'lib tuqqanman, emizmaganman, sani bolangda haqqing yo'q deydi hamma. O'sha menimcha sizga shu gapni gapirayotganlar doktorning qo'lidan tushib ketgan insonlar bo'lsa kerak. Men keserva tug'ruqqa ham ko'rganman. Men o'zim естественный роды bo'lgan, men keserva bo'lgan ayollar bilan yotganman. Shunaqa dohlashardi, narkozdan o'ziga kela olmagan, pichoqni tagiga kirib chiqqan, uni bachadollarigacha chok tushgan, uni tikishgan. Beliga epiduralka qilishgan, berini tik qila olmaydi, bukilib dohlab yurgan, farzandini narkozdan keyin emizsa, antibiotiklar olgan, bolani qorni buralib qolib, bolasini quchoqlab, qornidagi choklari ochilib ketganlarni ko'rganman. Qanaqasiga keserva oson tug'ruq bo'ladi? Qanaqasiga sizning haqqingiz bo'lmaydi? Oddiy tug'ruqda tug'asizda dard qiyin bo'ladi. Darddan o'tganingizdan keyin, tug'ilganingizdan keyin palataga chiqib ketasiz. Keservalar oylab o'ziga kelmaydi. Emizmaslik temasiga kelsak, men ham kashada katta qilaman farzandlarimni. Nima, men kechasi bilan uxlamay farzandimni yemay yedirib, ichmay ichirayotganlarimni haqqi bo'lmaydimi?